Butun dunyo bo'ylab sayohatchilar, turistlar hamisha ko'hna va navqiron Buxoroga tashrif aytishadi. Mana bu Buxoroni eng obod so'lim go'shtlaridan biri Lab House. Hamma sharoitlar bisyor. Hozir mana video tasvirga olaman. Lab House'da ko'rgan kishi sun'iy deb o'ylaydi. Bu haqiqiy, tabiiy, go'zal o'rdaklar. Mana ko'z quvnaydi. Suzib yurishni mazza qiladi. Bu o'zgacha odamlarni bu yerga jalb qildiradi. Chiroy zo'r, mana fontanlar bor. Xullas kalom, hamma shart sharoitlar mavjud. Bugun Buxoroning markaziy ko'chalarini aylandik. Endi esa maroqli dam olish uchun Lab House'ga keldik. Xullas kalom, hammaning xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin. Bugungi dam olishimiz Buxoroda Bahouddin Naqshbandda majmuasida qabrlarni ziyorat qildik. Ustozi Said Amir Mulkulol maqbarasiga tashrif ayladik. Bu yerda ham Qur'on oyatlaridan nomlarga baxtlab tilovat ayladik. Mana endi o'zimizni oilalar bilan, birga yaqin insonlar bilan Lab House'da o'tiribmiz. Maroqli dam olib, nasib bo'lsa Qashqadaryoga, Muborakka ravona bo'lamiz. Sog' bo'linglar, O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Butun dunyo bo'ylab turistlar, qolaversa respublikamizda har viloyatdan Buxoroga kelsin, ko'rsin. Buxoro O'zbekistonda bitta durxo, har toshida tarixi, bardoshida tarixi, naqqoshu ustalarning sirdoshida tarixi. Bitta durxo Buxoro. Biz uchun, barcha uchun o'ziga jalb bormoqda jahon aro bu Buxoro. Mana marhamat oling. Ouais, je pense comme chemin de ça. Chemin de ça. Ah oui, c'est un peu cher quand même. Mana sayohatchilar maroqli dam olib, milliy taomlarimizdan tanovul qilishmoqda. Buxoroni o'ziga yarasha taomlari, urf-odatlari, an'analari, albatta ajoyib so'lim majmualari, go'shtlari bor, yuqorida aytib o'tdim. Sog', omon bo'linglar. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо вам тоже. Будьте здоровы.
Shunday qilib yuqoriga chiqamiz. Hammani o'ziga jalb qiladigan bitta albatta inshoot emas bu. Chiroyli Nasriddin afandini haykali bor. Shuni ham video tasvirga olaylik. Keyin albatta maroqli ovqatlanib, albatta yuqori a'lo kayfiyat bilan Qashqadaryoga muborakka ketamiz. Mana haqiqatan ham sayohatchilar juda gavjum. Yuqori bir olam taassurot bilan fikr almashishmoqda, suhbatlashmoqda. Rossiya, Litva, Latviya, Belorussiya, Arabiston turli joylardan insonlar kelishmoqda. Nasriddin afandini mana shu mashhur haykali va uni eshagi haykali o'rnatilgan Lab House-ga. Lab House ana shunday ajoyib joy. Bu yerda ham sayohatchilarni, turistlarni jalb qilish uchun Buxoro viloyatining o'ziga yarasha hokimligi, madaniyat bo'limi tomonidan tashkil etilgan qiziqarli ko'rgazmali mana qilishmoqda. Ey yashang. Salom o'ting lag'zitommi? Charchamayapsizmi? Malades. Biza Qashqadaryo muborakdan. Aferin. Haqiqatan ham Buxoro odamlarni jalb qildiradi. Oxirgi 3 yillikda O'zbekistonga juda ko'p turistlar, sayohatchilar tashrif aylashmoqda. Siz ham keling, tashrif aylang Buxoroga. O'zbekistonimiz gullab yashnasin jahonaro. O'zbekistonda bitta bu Buxoro. Sog' bo'linglar xonadonlaringizda, faqat yaxshi kunlar bo'lsin.